Nega idol yulduzlari tug'ilgan kunida tortni tez-tez tushirib yuborishadi? Har safar ular tortni ko'rsatmoqchi bo'lishganda u sirg'alib ketadi, qiyshayadi yoki umuman yerga tushib ketadi. Vaqt o'tishi bilan bu g'alati bir an'anaga aylanib qoldi. Bu shunchalik tez-tez takrorlanganki, muxlislar hatto bu rostdan ham tasodifmi deb shubhalana boshlashdi. Keyinchalik mish-mishlar tarqaldi. Go'yoki idol yulduzlari qat'iy dieta va shirinliklarga qo'yilgan taqiq sabab tortni ataylab tushirishadi. Ya'ni o'zlari yemay shunchaki tasodifan tushirib yuborishadi degan gaplar chiqdi. Ammo bu gaplar salbiy muhokamalarga sabab bo'la boshlagach, tort tushib ketadigan vaziyatlar ham birdaniga yo'qoldi. Shu sabab ko'pchilik shunday xulosa qiladi. Ehtimol bu kompaniya tomonidan ataylab o'ylab topilgan PR yurishi bo'lgan. Tug'ilgan kun videolarini viral qilish va ko'proq e'tibor jalb etish uchun.